Ya Rabbi şu an Kabe-i Muazzama'dayız, haremdeyiz, metaf alanındayız. Ya Rabbi 13 Haziran'da LGS'ye girecek öğrencilerimize sen üstün başarılar ihsan eyle. Ya Rabbi onların her türlü isabetli tercihleri işaretleyebilmeleri nasip eyle. Emeklerinin karşılığını ver onlara Ya Rabbi. Ya Rabbi emeklerini zayi eyleme. Ya Rabbi onlara en hayırlı, en güzel okullara yerleşebilecek güzel çalışmalar yapabilmeyi, güzel bir sınav geçirebilmeyi nasip eyle. Ya Rabbi güzel bir lise hayatı, güzel bir üniversite hayatı geçirebilecek kalitede bir eğitim alabilmelerini nasip eyle. Ya Rabbi emeklerini bereketlendir. Hafızlık yapan kardeşlerimize hafızlıkları vesilesiyle her türlü hayırlı güzelliği ulaştır. Hafızlık yapmayıp sadece İmam Hatip okuyarak dini mübine İslam'a hizmet etme gayesinde olan öğrencilerimizin de her türlü çalışmalarını bereketlendir. Anne babalarının razı olabileceği evlat olabilmelerini nasip eyle. Anne babalarına sağlık, sıhhat, kardeşlerine üstün başarılar ihsan. Rabbi sen başarıyı ihsan edecek olan sadece sensin. Ya Rabbi başarı sendendir. İnsana da çalıştığının karşılığı vardır buyuruyorsun. Ya Rabbi yavrularımız gece gündüz demeden didindiler, çabaladılar, gayret ettiler, çalıştılar. Ya Rabbi en yüksek sonuçları alabilmelerini nasip müyesser eyle. Bu Kabe-i Muazzama hürmetine onlara yüksek başarılar ihsan eyle. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Bugün Yusuf'tan ko'rganimcha men ko'proq hayajonlanyapman. Hozir ertalabki anaqalarim tayyorlab beryapman. Kofe bilan tost qilib beraman, chunki kofe uyqusini ochadi. Tost ichini ketkazib yubormaydi, garantiya. Hatta menemen yeyish yaxshi ko'radi. U ichini ketkazish ehtimoli bor. İmtihon paytida bunaqa problemalar yashamasligi uchun kofein yaxshisi. Heyecanlı mısın? Evet. Ben senden daha çok heyecanlıyım. Allah zikir ışıklığı versin. Dün heyecanlı değildin. Çünkü dün yani ama şimdi biraz da sınava gireceğim. Değil mi? Bugün birazcık sınava gireceğim. Güzel. Boyu kareli boyu. Yusuf taşıp çoy için ders organı kırdık. Mamısırlar. Uyga kelib oldik. Endi choy tayyorlayapmiz. Ertalab Yusufga alohida tayyorlagandik. Biza endi tayyorlab ichamiz. O'zim o'sha yerdaman, lekin aqlim Yusufda. Nima qilayotgan ekan deb dokumenti to'liq bo'lmay esidan chiqib qolganlar bor edi. Ularni kirgizishmadi. Kech qolganlar bor edi. Ularni kirgizishmadi. Boshqa maktabga bir xil rayonda boshqa maktabga kelib qolganlar bor edi. Ularni oxirgi momentda aniqlab ulgurishadimi yo'qmi, xullas rosa qarshilik bo'lar ekan. Meni ham birinchi anaqam LGSim. Yusuf meni eng katta o'g'lim bo'lgani uchun men ham birinchi marta yashayapman bu tajribalarni va ya'ni ko'ryapman. Bizga baxtimizga yaqin joydan aniq maktab tushdi, chunki hamma o'quvchilar bitta sinfda o'qigan hamma o'quvchilar har xil joylardan maktabga tushganda imtihonga kiradigan maktablar bir xil joyda emas. Xullas juda ham vaqtli bordik. 9:30da kiriladigan imtihonga 8:da yetib bordik. Probka bo'lishi mumkin, boshqa narsalar bo'lishi mumkin. Boyadagi misol uchun boshqa maktabga kelib qolgan bo'lishimiz mumkin degan o'y xayollar bilan biz vaqtliroq yetib bordik va kirgizib keyin qaytib keldik. Hozir choy ichib keyin orada tanaffusga chiqishadi. Şeyda arada chiqmas deymi, dışarı chiqarmaslar. Yo'q, o saate kadar ne iç? 12:30da bitadi. 12:30da bitganda o'rganib boramiz, qani ko'ramiz nima deydi. 10 son deb kirib ketdi, o'zini o'zi 10 songa tayyorlab. Inshaalloh Alloh xolsa qilsin aytganidek. Choyimizni ichdik, nonushtamizni qildik va hozir yana
tanaffusga chiqishadi. Tanaffusda tashqariga chiqarmasa kerak yo'q. Yana ham o'sha yerda bo'lib turaveraylik. Imtihonga nimalar olib kirishadi deb bittasi so'rabdi. Shamsi shu standart ruchka emas, bitta ruchkaga ruxsat berilmaydi. Prosto qalam, o'chirg'ich va qalam ochadigan. Suvni ham ana markirovkasini olib tashlash kerak bo'ladi. Boyagi videoda bor edi. Kech qolganlar nima qiladi? Yana keyingi yil kutadimi deb so'rashibdi. Kech qolganlar davlatda bergan bali bor, o'sha asosida mahallasidagi eng yaqin litseyga kira oladi. O'zi xohlaganga kira olmaydi, o'sha eng yaqiniga kira oladi. Ya'ni o'qishsiz qolib ketmaydi. Yusuf qaysi litsey tanlaydi deb so'raganlar bo'ldi. Yusuf o'zini o'qiyotgan maktabini litseyda qolgisi kelyapti. Xudo xolisa ballari o'sha yerda tutsa, o'sha yerda qolishni rejalashtiryapti. Bo'lmasa yana boshqa litseylarga o'tishi mumkin. Yana o'shanga o'xshagan o'sha saviyada yaxshi litseylar bor. O'zinikida qolsa biz uchun ham yaxshi edi. Hamma reshotkalarning orqasidan o'zini bolasini qidiryapti. Chiqqanmikin deb hamma hayajonda. Hatto tekinga suv tarqatishyapti, ovqat tarqatishyapti. Xullas malaverslar. Yok. Saati geldi mi? Nasıl geçti oğlum? Nasıldı? İyiydi. İyi mi? Zorlandın mı? Yok. Çok şükür. Haydi oğlum. Yavalıkken düşer. Bir bak. Vay Sare vay. Ne haber kızım? Geçmiş olsun gençler. Ben de gördüm. Benim babam da gelmesi. Bilmiyorum. Ben de. Ana babam nerede? Ya babam görüyor musun? Abla lütfen. Nimaga bolalar formada emas? Diğerleri kaç almışız? Xohlaganicha bir turing ya. Hamma xohlaganicha kiyinyapti deb yozganlar ham bo'ldi. Bu yerda muhimi kiyim emas. Shunaqa deyishgandan Ziyoxonov videosi esimga tushiradi ta'lim haqida. Yo'q, bu yerda komfort muhim. Kim nima xohlasa kiyib kelgan. Qizlar даже qorni ochiq anaqalarda ham kelishibdi. Nima edi? Koftichkalarda, maykalarda ham kelganlar bor. Bola xohlagan futbolkasini, xohlagan shortigini kiyib kelgan. Ya'ni muhimi bola o'zini qulay his qilsin. Yusuf ham o'ziga qulay bo'lgan narsa kiydi. Shortik har doim uzun kiyadi namoz o'qigani uchun. Kalta shortik o'zim ham olib bermayman, o'zi ham xohlamaydi. Uyda nechta kalta shortiklar yotibdi, kiymasdan. Xullas komfort muhim bolalar uchun. Imtihonimizga kirib chiqdik. Hamma so'rayapti, necha ball oldi deb. Hali ballarini bilmaymiz. 10-iyulda aniq bo'ladi. Undan keyin litsey tanlash va joylashtirish periodi boshlanadi. Xullas, o'zini o'qiyotgan maktabda qolgisi kelyapti, litsey bo'limida, конечно, yaponcha davom etgisi kelyapti, lekin yetadimi, ma'lumimiz yo'qmi bilmayman. Inshaalloh omadi chopsa, xayrli bo'lsa, qoladi. Bo'lmasa, yana 4 ta litsey bor, tanlashi mumkin bo'lgan. Qiynaldim dedi. Rosa qiynaldi va mamashalar bilan gaplashyapman sinfdagi. Hammasi qiynalganini aytdi, hammasi. Ya'ni absolutno 100% sinf matematikadan, fandan ozgina qiynalishibdi. O'shaning uchun hammasi uchun xayrlisi bo'lsin. Kayfiyatimizni ham tushirmadik. Xudo xolisa, o'zini maktabi bo'lmasa, yopilgan eshiklardan yana undan ham yaxshilarini ochadi, Allohim bilaman.
Uning uchun Xayli eshikni tayyorlab qo'ygan, ochadi xudo xolasa. Balki Xaylisi o'zini maktabidadir, balki qabul qilinar. Bilib bo'lmaydi. O'shaning uchun duo qilamiz. Yo yaxshi bo'ladi, yo yaxshilikka bo'ladi.